Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa odam. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Kolibov o'z intervyusida Amerika Qo'shma Shtatlarini dengiz blokadasi joriy etish qarorini ahmoqona deb atadi va buni eng katta xato deb baholadi. Uning aytishicha, Islomobodda muzokaralar bo'lib o'tgan kunda Eron Hormuz bo'g'ozida harakat qilgan amerikalik mina tozalash kemasiga hujum qilishga atigi 15 daqiqa qolganida Amerika Qo'shma Shtatlari chekingan. Kolibovga ko'ra, Eron Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yangi to'qnashuvni sulh buzish deb hisoblagan. Kolibovning urg'u berishicha, Eron Trampga agar hududdagi Qo'shma Shtatlar harbiy kuchlari shu tarzda davom etsa, Tehron zarbalarni qayta tiklashini ma'lum qilgan. Vaziyat to'qnashuv bosqichiga yetganda esa ular chekingan. Kolibovning ta'kidlashicha, u amerikaliklarga Eronni chegarada jangovar shay holatda turganini, agar ular olg'a siljisa, zarbalar ostida qolishini bildirgan. Tehronni jiddiyligini tushungan amerikaliklar esa Erondan atigi 15 daqiqa so'rab, shu 15 daqiqa ichida chekinishga erishgan. Bu esa yangi yirik urushni boshlanmasdan to'xtatilishiga sabab bo'lgan. New York Times agentligining Amerika Qo'shma Shtatlari razvedkasiga tayanib xabar berishicha, Eron hozirda urushdan oldingi imkoniyatlariga nisbatan dronlar salohiyatini taxminan 40% ga va raketa uchirish qurilmalarini 60% ga ega. Nashr ma'lumotiga ishonilsa, bu Qo'shma Shtatlar va Isroil bilan Eronni uzoq muddat jang qila olish qobiliyatini ham belgilab beradi. Endi Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyni Turkiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan tarixiy uchrashuv haqida qisqacha so'z yuritamiz, e'tiborli bo'ling. TRT agentligining axborotiga ko'ra, Turkiya ikki Vladimir o'rtasidagi tarixiy uchrashuv uchun maydonga aylanishi mumkin. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga Kiyev, Turkiya hududida Rossiya va xalqaro hamkorlari ishtirokida liderlar darajasida uchrashuv o'tkazishga tayyor ekanini bildirdi. U bu haqda Antalya diplomatiya forumi doirasida ma'lum qilgan. Ukraina tashqi ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, Ankara katta diplomatik tajribaga ega va mojaroni hal etishga qaratilgan sa'yi harakatlarda muhim o'rin tutadi. U shuningdek, keng ko'lamli harbiy harakatlar boshlanganidan so'ng Turkiya vositachiligida Qora dengizda Don yo'lagi tashkil etilganini alohida ta'kidlab, bu harakat uchun Turkiyaga minnatdorchilik e'lon qilgan. Ammo Andrey Sibiga Zelenskiy va Putinning uchrashuv sanasi haqida aniq ma'lumot bergan emas. Endi Nikolas Maduro Qo'shma Shtatlar tomonidan o'z uyidan o'g'irlab ketilgandan so'ng Venesuelada diktatura o'rnatilganiga oid xabarga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. New York Times'ning xabariga ko'ra, Nikolas Maduro qo'lga olinganidan so'ng Venesuelada Oq uyning topshirig'iga ko'ra keng ko'lamli tozalash boshlangan. Maduroni ayrim hamkorlari allaqachon ishdan bo'shatilgan yoki hibsga olingan. Boshqalari esa navbatda o'zlari bo'lishidan xavotirda. Maduro oilasiga yaqin bo'lgan oligarxlar uylaridan olib ketilgan. Sobiq prezidentning siyosiy ittifoqchilari ogohlantirishsiz lavozimlaridan chetlatilgan. Uning qarindoshlariga esa biznesda ishtirok etish va ommaviy axborot vositalarida ko'rinish taqiqlangan. Bu kadrlar o'zgarishlarini sobiq vitse-prezident Delsi Rodriguez amalga oshirmoqda va u Donald Trump ma'muriyati ko'rsatmasi bilan harakat qilayotgani aytilmoqda. Manbalarga ko'ra, hibslar va lavozimdan chetlatishlar ochiq izohlarsiz amalga oshirilmoqda. Ammo bu harakat ko'pincha Oq uyni ma'qullashi yoki talabi bilan bo'layotgani barchaga ma'lum. Maduro qo'lga olinganidan keyingi 3 oy ichida Rodriguez 17 ta vazirni almashtirdi. Yangi yuqori lavozimli harbiylar va diplomatlarni tayinladi. Shuningdek, u Maduro bilan bog'liq kamida 3 nafar biznesmenni hibsga olishda ishtirok etdi. Sobiq prezidentni bir necha qarindoshlarini ishdan bo'shatdi va uni oilasini neft shartnomalariga kirish imkoniyatini chekladi. Ularning o'rniga Rodriguezning ishonchli shaxslari yoki unga qaram biznesmenlar keldi. Shu bilan bir vaqtda neft
neft va konchilik sohalarida amerikalik investorlar uchun yangi imkoniyatlar ochildi. New York Times'ga ko'ra, ayni paytda Venesuelada Maduro hukumatidan faqat bir nafar yuqori lavozimli vazir Diosdado Cabello qoldi. U ichki ishlar va hukmron partiyani repressiv apparatini boshqargan. Hokimiyatni saqlab qolish uchun Cabello o'z imijini o'zgartirib, keskin siyosatchidan barqarorlikni vatanparvar kafolatchisiga aylangan. Muxolifatni ta'kidlashicha, mamlakat demokratiyaga qaytish o'rniga Rodriges hokimiyatini yanada mustahkamlamoqda. Biroq u barcha qarorlarni mustaqil qabul qilmayapti. Bir qator yuqori lavozimli amaldorlar va hukumat vakillari uni boshqaruvni qurol soyasi ostidagi boshqaruvga qiyoslamoqda. Bir so'z bilan aytganda, Venesuela Qo'shma Shtatlarning norasmiy mustamlakasiga aylandi va Tramp bu siyosatni Eronda takrorlash uchun ham urush harakatlarini qayta tiklashga urinmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.